Для чего это? Перфоратор? Yo'q, bu boshqa narsa. 100% o'sha narsa. O'zini kasb egalaridan so'rab ko'ramiz. Okajon, mana shu instrument nima ish qilishini topsangiz 50 ming so'm bonusingiz bor. O'zi ma'no nima? Oq balkim qora bo'lib, qora oq bo'lib chiqsa-chi. Okajon, mana shu instrument nimaga ishlatilishini yoki nomini topsangiz 50 ming so'm bonusingiz bor. Mashina yuvgichiga o'xshaydi. Nima deysiz? Mashina yuvgich bor. Topa olmadingiz-a? Mana shu instrument nimaga ishlatilishini topsanglar 50 ming so'm bonusinglar bor. Onur yurtdoshim uchun ham tirilib o'laman. Bemalol. Qarang, bunda ko'taradi shekilli men bunda. Odamlarga hayronsan. U bunday, bunisi bunday. Hozir do'kondagilardan so'rab ko'ramiz. Aka, assalomu alaykum. Aka, mana shu instrument nimaga ishlatilishini aytsangiz 50 ming so'm bonusingiz bor. Taxmin qilib ko'rsangiz ham bo'ladi. Aka, bu narsani-chi X-kado kesadiganda, aka. Besholing, hali hech kim topa olmayapti. Aka, xullas 50 ming sog'i bilan. Aldongan faqat aytib qo'ying. Rost egasi, olib qilamizmi? Mana shu instrument nimaga ishlatilishini topsangiz 50 ming so'm bonusingiz bor. Не понял. Mana shu instrument nimaga ishlatilishini topsangiz 50 ming so'm bonusingiz bor. Qo'yaniku, turgan bu ham qisib turib qanday? Aka, mana shu instrument nimaga ishlatilishini topsangiz 50 ming so'm bonusingiz bor. Buni ana, aka bu yer qazishga, to'g'rimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Yosh bolalarni ham qalaysiz? Salali. Yo'q, bu boshqa narsa. 100% o'sha narsa. Bo'ldi, topdim. Mix qoqadiganmi? Yo'q, atay bilmadi yo'q. Agarda siz ham mana shu instrument Sizlarga inning keladi, sizdan keyin boshqasi keladi, jonim. nimaga ishlatilishini topgan bo'lsangiz kommentariyaga yozib qoldiring.